o'ttizta bo'ldik do'stlar. Hammangizni tabriklaymiz do'stlar. Bugun 30ta bo'lgan sababimiz mana shu TNT'larni yo'q qilib yuboramiz. Mana tepadan tomosha qilaylik. Do'stlar biz tezroq salib anaqa tezroq endi 40 ta bo'lishimiz kerak. Do'stlar men 30ta bo'lgan sababli albatta challenge qilishim kerak edi o'zim. Va albatta men o'ylab bayroqlarni yasash challenge'ini o'zim berdim. Sizlar kommentariyada bayroqni qoldirsanglarmi, mana shu kataloglardan biriga mana shu bayroqni yasayman bloklar bilan. Mana qo'ydi yungi bilan. Mana. Sizlar qaysi bayroq yasashimni kommentariyada qoldiringlar do'stlar. Prosta qoldirsanglar ham bo'ldi. Shaq qo'y. Mana shunday qilib yasab tashlaymiz. Men shorts qilib o'tirmayman do'stlar, birato'la video qo'yaraman. Yasayotganimni ko'rasizlar. Ham yangi video bo'ladi kanalda. Yo'q tashlaymiz bularni, kerak emas bizga. Sizlar albatta kommentariyada qoldiringlar. Qoldirishdan chiqmasin do'stlar. Biz buni yana ko'paytiramiz katakchalarni. Obuna bo'lar do'stlar. Aktiv pasayib ketdi do'stlar. Hozir to'xtalasiz. Bitta narsa ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana qaranglar. Mana supurgi ekan do'stlar, mana qaranglar. Endi bilibman shuncha Minecraft o'ynab. Supurgi ham bor ekan Minecraftga qo'yili. Do'stlar, bitta ish qilamiz. Qarang do'stlar, personajim kichkinacha qilib qo'yganman. Bizga yana hozir salyutlar kerak. Axir 30 ta bo'lgan salyutlarsiz bo'lmaydi endi. Ana do'stlar. Wow. Tepaga chiqaylik do'stlar. Tepaga chiqamiz. Ketaveramiz deganlar. Totemchani 2 ta qo'lga olamiz. Chiqaveramiz do'stlar. Shunday qilib, shuni nastroyga o'tamiz. Siz bu shunday survivalga o'tib shaq qani. Qanday bo'ldi bu? Qoch. Shuni endi kreativ o'tsak. Ana. Chotki. Kefsan, turgun o'rlaydi. Shuni. Ana nima tepaga tushganda shunday tushib ketib, bang ursa o'ldirmaydi. Video shu joyda tugaydi do'stlar. Bir kunda 2 ta video chiqardim. Albatta like bosinglar do'stlar. Aktiv pasayib ketyapti do'stlar. Like bosinglar. Buni bo'lar. Axir tushdi. Hammaga xayr do'stlar. Salomat bo'ling.